Sharof Rashidov nomidagi Jizzax viloyati axborot kutubxona markazida O'zbekiston bag'ri keng diyor shiori ostida adabiy musiqiy kecha tashkil etildi. Xalqlar do'stligi kuni munosabati bilan o'tkazilayotgan Do'stlik festivali doirasidagi ushbu tadbir turli millat va elatlar vakillarini ezgu g'oya, tinchlik, hamjihatlik va o'zaro hurmat ruhida bir joyga jamladi. Samimiy muloqotlar bilan boshlangan tadbirda yozuvchilar uyushmasi viloyat bo'limi a'zolari, qozoq, tojik, tatar, qirg'iz milliy madaniy markazlari vakillari, yosh kitobxonlar va yosh gvardiyachilar ishtirok etishdi. Muloqot chog'ida mamlakatimizda hukm surayotgan millatlararo totuvlik va diniy bag'rikenglik muhitini qadr-qimmati, yurtimizda istiqomat qilayotgan barcha millat vakillariga yaratilgan keng imkoniyatlar haqida so'z bordi. Milliy madaniy markazlar vakillari esa o'z xalqining urf-odatlari, an'analarini saqlagan holda bu zaminda farovon hayot kechirayotganliklarini alohida e'tirof etishdi. Сегодня в этом зале собрались люди почти всех национальностей нашей области. Bugungi tadbir barchamiz uchun alohida ahamiyatga ega. Bu kabi uchrashuvlar turli millat vakillarini yanada yaqinlashtiradi. O'zaro hurmat va do'stlik rishtalarini mustahkamlaydi. O'zbekistonda yashayotgan barcha millatlar uchun o'z tili, madaniyati va urf-odatlarini asrab-avaylash hamda rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar yaratilgan. Biz buni har kuni o'z faoliyatimizda his qilamiz. Tatar milliy madaniy markazi ham millatlararo totuvlikni mustahkamlash, yosh avlodni do'stlik va bag'rikenglik ruhida tarbiyalash yo'lida faol ishtirok etib kelmoqda. Xalqlar do'stligi kuni barchamizni yanada jipslashtiradigan, birdamlik va hamjihatlikni ulug'laydigan bayramdir. Barchani ushbu sana bilan chin dildan tabriklayman. Yurtimizda doimo tinchlik, ahillik va farovonlik hukm surishini tilayman. Adabiy badiiy kechada shoir va yozuvchilar tomonidan do'stlik, vatanga muhabbat va insoniylikni tarannum etuvchi she'rlar o'qildi. E'tirof etilganidek, xalqlar do'stligi bu nafaqat bayram, balki qalblarni birlashtiruvchi, jamiyatni yanada jipslashtiruvchi bebaho qadriyat. Turli millat va madaniyatlar vakillari yagona maqsad tinch va farovon O'zbekiston taraqqiyoti yo'lida hamjihatdirlar. Ana shunday ahillik va birdamlik Jizzaxning bugungi rivoji va ertangi ravnaqi uchun mustahkam poydevor bo'lib xizmat qilmoqda. O'ylaymanki, bu tadbir juda ham bir keng qamrovli tadbir bo'ldi. Chunki o'sha do'stlik, vatan himoyasi haqida, qo'ni-qo'shnichilik haqida har bir o'sha millat vakillari, shoirlarining ijodidan namunalar o'qib berildi. Hamdo'stlik deganda faqatgina suhbatlar o'tkazishdi emas, biz bugungi kunga kelib o'sha hamdo'stlik mamlakatlarimiz, davlatlarimiz, qo'shni davlatlar bilan kutubxonachilik sohasida ham mana shu xalqaro aloqalarni yo'lga qo'ydik. Mana shu viloyat axborot markaziga qozoq adabiyoti burchagini tashkil qilishib 200 dan